barcha jonzotlar ichida itdir. Bir turgan non bersangizga boshini silab qo'ysangiz bo'ldi. It va bevafo xotin haqida yozgan she'rimni eshiting. Kecha tunda do'stinam kelmading uyga. Ketganida jim borlik uyquga. Hovlinga bir yigit kirdi. Asta-sekin uy tomon yurdi. Sezib qolgan vafodor iting g'azab bilan silkandi birdan. Ostonadan chiqib xotining itga suyak tashladi ildam. Xotiningning momiq qo'llari oslardi o'zga bo'yinga. Xirishdagi nozik bellari jo bo'lardi o'zga qo'yinga. Erta tongga qaytding do'stinam, kechalari bo'lib sen xalak. Ostonadan chiqib xotining atrofingda bo'lar kapalak. Vafodor it dardini aytolmay unsiz yig'lab turardi hamon. Chunki tunda bo'lgan ishlarga yo'l qo'ymasdi itdagi vijdon. Xotiningning bu qilmishlari odat bo'lsa har doim har on toza qalbga yig'ib vijdoning. İtni öpdil ey nodon inson, bu she'rlarni yozdi kamoli. Yuragida alam va hijron, xotinga sen sirringni berma. Yigit bo'lsang ey mardi maydon. Bu she'rimni tinglab ayollar, nafratlanmang aslo shoirdan. Shoir bo'lmas turmaksiz hamon, gap egasini toparkan tamom. Bizlar farzandlarmiz, buyukmiz har dam, lek onadan tug'ilgan payg'ambarlar ham. Malades. Gap yo'q Kamoliddin bobo. Men nechta yurishim mumkin. Har bitta she'rimga 500 so'm to'laydi har harfiga. Bo'ldi. Men Qur'onni deb Allohim qaytadan umid berding. 06larimda baja bo'lib ketdim. Doktorlar 99% ishonch yo'q deganda qayta hayot qon umrimda oddiy dehqon bo'lib faxrona tarki dunyo qilib seni deb yashayman deb qasam ichib qo'ygan. Gap yo'q. Shuning uchun bandan